Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun SumPraIsv degan funksiyani ustuvorligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bizda SumYesli funksiyasi yordamida tuzilgan biroz kattaroq formula bor va o'sha formulani SumPraIsv funksiyasi yordamida qisqartirilgan holatini ko'rib chiqamiz. SumYesli formulani o'rniga bu yerda juda ko'p ekan. Xullas, SumYesli o'rniga boshqa qulayroq formulani ishlatamiz. Demak, bizga SumPraIsvедение kerak. Va buni ichida biz условияlarimizni berishimiz kerak. Birinchidan qaus ochib olamiz. Ushbu условияlarimiz alohida bo'ladi degan ma'noni bildirish uchun. Birinchi, mana shu massivimizda, ya'ni B5 dan boshlab to AT gacha bo'lgan yacheykalardagi ma'lumotlar bazamizda bor yo'qligini tekshirish uchun bizga ShotYesli funksiyasi kerak. ShotYesli'da biz tekshiramiz shu diapazonni. Shu diapazonni beramiz va aytamiz, shu ma'lumotlarni наименованияdan tekshir deymiz. Наименованияda mana stolbetsni полный bersak, formula qatishni boshlaydi. Shuning uchun ограничение beramiz, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan diapazonni belgilaymiz. Mana. Va buni dollar belgilari bilan qatirib qo'yamiz, siljib ketib qolmasligi uchun. Endi buni hisobladik. Hisoblaganimizdan keyin har bittasi uchun, har bitta tekshirilgan значение uchun, ya'ni mana bu har bitta yacheyka uchun bizga massив beradi. 1 yoki 0 deb. Mana bunaqa. Hozir endi yo'qligi uchun 0 chiqyapti. Mana har bittasini bitta tekshiryapti. Endi buni tekshiramiz biz. 0dan jamisi 0dan kattami yo kichkinami deb. Mana 0dan katta bo'lsa bizga birlarni chiqarib beradi-yu, ko'rsatib beradi. Endi va deymiz. Bizda bu yerda o'sha ortiqcha anaqa ham yo'q. Boshqa kriteriya ham yo'q. Sanaga, boshqaga kriteriya bermoqchi bo'lsak, kriteriyani shu berib yuborishimiz kerak. Lekin bizda kriteriya boshqa yo'q. Shuning uchun bu yerda biz ko'paytiruv belgisi faqatgina va so'zini i degan funksiyani o'rnini bosadi bu. Biz aytamiz, teng bo'lsa deymiz, agar mana bu bo'lsa, mana uni chiqarib ber deb turib, bu yerga 177 ekanmi? Mana shunaqa qilib F4 da buni skobkaga olsak, значение bo'ladi-da. Mana shu bilan biz SumPraIsvеденияni yopdik. Mana buni endi pastga jildirsak, mana shu 7mizni chiqarib berdi. Qisqagina funksiya bilan chiqarib oldik. Mabodo yana qanaqadir условия bermoqchi bo'lsangiz, masalan, sanasigami yoki yana biron nima bo'lsa, unda mana bu количество. Buni o'rniga, ya'ni buni o'rniga siz
qo'shilishi kerak bo'lgan kataklarni belgilaysiz. Mana hozir biz kolичествоni hisobladik bu yerda. Mana. Mana. Endi summani hisoblash kerakmi? Summani hisoblash kerak bo'lsa, mana bu yerdagi stolbetsda summaga o'tkazib qo'yasiz. Mana 28 ming chiqdi. Va biz bu yerda tekshirishimiz mumkin mana. Combo 2likmi nima? Shuni mana bu yoqqa qo'yamiz. Aytamiz 100 ta sotildi. 15 mingdan. Mana shu. Mana hammasida shu narsalar chiqadi. Bunisi ham, bunisi ham. Ya'ni shot если bizda sanayapti, to'g'ri noto'g'riligini mana sразу 2 ni berdi. Chiqdi demoqchi-da endi bu bilan. Prosta to'g'ri kelyapti yoki yo'q. Istina ложь degan ma'noni beradi va shot если ashini raqam qilib yuboradi. Bu yerda biz manoni ham ashinga to'g'risini olib chiq deyapmiz. Yakobi VPR ga o'xshashroq. Sum произведение shuni qo'shib yuboryapti. Agar bundan yana 50 ta 14.900 so'mdan 999 so'mdan bo'lsa, mana mana formulani o'zi mana skobkaga olingan, чтобы bunga как funksiya qilib anaqa plus qilish uchun, berish uchun, plus qilib berish uchun mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu ikkosini sum произведение qo'shib yuboryapti. Bu o'sha yerda topyapti. O'sha narsani noto'g'ri oldim. Bor yo'qligini topyapti. Mana istina ложь deb. Bunisi esa o'sha ropara istina ложьni roparasidagi значениyalarni olib chiqib beryapti. Va ikkosi o'sha значенияni beryapti. Ya'ni bittasi 1,5 million, bittasi yana necha yuz ming. Sum произведение shu ikkosini plus qilib chiqyapti. Agar ushbu yechimimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizlar like bossanglar, biz xursand bo'lamiz. Yanada qiziqarli mavzularni sizlarga taqdim etishda shijoat olamiz. Izohlarda sizlarni qiziqtirgan mavzu va funksiyalarni qoldirsanglar, biz o'sha funksiya va mavzular bo'yicha keyingi videolarimizni davom etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.